do'stlarga aytgan jang boshlandi. Oho, men tomonga hali yaqinlasha olgan yo'q. Men jang yarmida olyapman, chunki ularni birinchi tayyorlantirib, bu o'qiguncha voy do't qachib qaranglar, u ko'pligini tayyorlantirib, u o'qiguncha vaqt yetib qoldi. O'zi men video olyapman deb o'ylabman, lekin video olmagan ekanman. Shuncha vaqt video olyapman deb o'ylab gapiryapman ekan, lekin video olmagan ekanman. Shu joydan ko'rsataman. Qachib qaranglar, meroqqa borib, hech o'zimiz to'g'rilab kelaylik. Nicho sevga muqar odamni qaranglar. Ketdim men. Villagerlarda pillagerlar yutyapti. Mana ko'rganinglardek bu qora tekkanlar pillagerlar. Villagerlar mo'lar. Ko'pligini qaranglar bularni. Bitta pillagerlar yutib yotibdi. Yutib yotibdi. Seni ba'zi o'lib yotibdi. Voy, bizni bazamizga hujum qilishibdi. Dushmanlar bizni aldab. Biz bazamizga dushmanlar hujum qilishibdi, ammo biz bazamizda himoyachilar o'ta ko'p. Shuning uchun biz bazamizga hali hujum qilinmabdi. Biz bazamizga hujum qildik deb aldashibdi. Aldabsan-ku? Kelishmayapti biz tomonga. Ana ularda aytyapsanmi? Yo'qmi? Yo'q. Kamonchilarmi? Kamonkashlarmi? Ularni men Seni ba'zi qaytdim. ko'rmayapsanmi? Uni taxtarini devor yasab qo'yganman. Men kamonchilarni o'zim yo'q qilib tashlayman. Ashitmi seni ba'zi Bu yetmas, alvashtirdim. Xohlasang ashitga hujum qil, xohlasang bekka hujum qil. Voy, plus ketyapti biz tomonga. Hujumga do'stlarim. Hujum qilinglar. Meni yonimga qo'yma. Mo'larni ko'ryapsanlarmi? Ko'ryapsanmi? Tayyor turishibdi otgan. Muz otishyapti. Oho, yutib tashlab. Voy, muzni qarang, o'g'lisini, muzni o'g'lisini qara. Просто qirilib ketishdi. Oho, o'lib ketishdi seniki. Osmonlarga uchib ketyapti. Qara. O'lishyapti. Uni ba'zi o'zimizning yo'lga boraman. Do'stlar, ko'rdinglarmi? Qirib ketdi, qirib tashlayapmiz-ku. Yo'q, biznikilarni yutib tashlashibdi. Biznikilar yutmadi hali, biznikilar ko'p hali. Qachishdi qaranglar. Voy do'stlar. Qachishga e'tibor bermaysizlar, o'zingizlar ham tushunasizlar, u bunaqa ko'p narsa qo'ygandan keyin qachishdi. Do'stlar, shuncha mehnat qilamiz. Bitta obuna va like tugmasini bosish shunchalik qiymatmi? Biz telefonimizni protsessori hamma narsani o'ldirib, protsessor deyman, nima edi haligi platalarni o'ldirib, bunaqa biz sizlarga video olsak, sizlar bo'lsa like va obuna bosmasanglar, do'stlar, haqqoniymi shu. O'zingizlar shuni ulug' kunda ro'za Ramazonda rostini aytib, rostini gapirib, o'zingizlar bitta like va obuna bosib qo'yinglar, do'stlar. Qayerdan paydo Ramazonda paydo qilishyapman. Shuni ulug' kunda mana men muncha turibman. To'g'ri qilib qo'y. Mana do'stlar, telefonim вообще qizib ketdi. Ishlamayapti. Mana meni do'stim sandiqdagi boshqa villagerlarni olyapti. Mana ko'rganinglarda ochib berishga qiynalyapti telefonimda ajeta. Qachishni ko'ryapsizlarmi? Menikilar qirib tashlayapti ularni. Mana ko'rganinglarda mana yo'q. Biz tomonga hujum qilganlar uchib ketdi. Ko'rdinglar-ku. Bitta to'pga otishdi. Puf, o'tib uchib ketishdi. Meni bazam qaytadi. Qatganni yo'qodan qo'ydim men bazam. Qatma. Va bo'ldi, bazam topdim men bayoq dedi. Meni bazamga hujum qilishadi deb o'yladim, lekin o'zini bazasini himoya qilyapti. Просто o'zini bazasini himoya qilib, hozir bazasini sizlarga ko'rsataman. O'zini bazasini ichini himoya qilyapti-da. Bizni bazamizni. Voy, nima bu? Men bu yerdan ketdim. Unga maslahat bergan bo'lardim. Do'stim, senga maslahat beraman, sen bizni bazamizga hujum qil-da. Sen o'zingni bazangni himoya qilma, bizni bazamizga hujum qil. Biz bazamizga hujum qilganda hozir yutib bo'lgan bo'larding. Va do'stim bu gapimni eshitib qoldi shekilli, hujum qilishni boshladi. Voy, ochib bera olmayapti, ko'pligini qaranglar do'stlar. Bu ko'rganinglardek normallikda bitta hujumga bitta buni o'qiylik ha. Nay bor, tushunib qo'yamiz. Voy, do'st qirilib ketishdi-yu. Hozir meni ba'zan hujum qilaman deb do'stimga aytdim, hujum qil desam, voy barakat, nimalar bo'lib ketyapti bu yerda. Men
yo'qotdim. Eng kuchli urushayotganimni yo'qotdim. Shuning uchun men bunga atab tutib o'tirishga hozir vaqtim yo'q. Shuning uchun eng kuchliga qaytadan topamiz. Men sizlarga aytganmidim, blok olaman demadim men. Blok olaman demadim men. Nima olaman dedim men. Ana. Men TNTlar hujum qilishdi. Yo, ularni bazasiga hujum qilganimizga TNTlar bilan portlatib tashlashayapti. Yo'q. Lekin TNT bilan portlash bir marta mumkin. Shuning uchun mumkinligi uchungina indamay turamiz. Lekin bu bunchalik hitrlik qiladi deb o'ylamadim. Do'stlar, menga qarachi. Yo, bunchalik ko'p TNTlar, do'stlar. Shunday qatishlar, shunday ko'p manzara, shunday zo'r manzara uchun iltimos like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Telefoningizni platashni o'ltirib, telefonni shunchalik qizitib video olakanimizga yarasha iltimos do'stlar, men nariyoqqa borib kelay, yana bir marta borib kelay. Telefon qatishdan to'xtamayapti. Shu videodan keyin yana 20 ta 30 kun video chiqmasa hayron qolmanglar, bu telefonim buzilganidan dalolat beradi. Voy, tut qatishini qaranglar buni. Qatishini qaranglar, bo'ldi ketdim. Do'stim, meni fikrimcha yo'q. Bazamni nima qilib tashlading? Yo, Bazamni haromini chiqarib yuboribsan. Endi o'zingni o'lib keladi. Bazamga birovlar yaqinlashdimi? Bu degani ular o'limga mahkum degani. Do'stlar, o'zinglar komment yozinglar. Buni bazasini nima qilaylik? Men hozir o'zimcha faqatgina TNT bilan portlataman. Qolganini nima qilaylik? O'zinglar kommentga yozinglar. O'rtog'im deb, do'stim deb nima yuruvdim? Bir qarasam bazamni tiqibdi bir joyga. Qaranglar. Bu yerda ular o'lib ketgan. Lagerlar endi o'zidan o'lib kelasiz. Tentlarimni qo'yib chiqamiz. Tentlarni qo'ygani yo'q deyapti, chunki Minecraft logikasini tushunmaydi, qatgandan keyin nima bo'lishini. Qatganligi uchun qo'yilmayotganligini, ya'ni ko'rinmayotganini bilmaydi. Shuning uchun nima bo'lmaslar, bu yerda portlatishga majburmiz. Majbur. Hayot etdi, majbur. Ko'rganlaringdek, hamma qatib tashlandi, qatyapti hamma yo'q. Endi biz bu yerda sekin sururaylik, portladi bu yer. O'rtog'im qatganiga chiqib ketdi. Voy, orqaga qarab oling. Orqamdan qarab oling, otish solishadi. Yo, menda ham qatdi bo'ldi do'stlar, telefon pishdi, mana загрузка bo'ldi. Otib yubordi telefon. Bo'ldi do'stlar, telefon otib yubordi. Telefon otib yubordi. Bo'pti do'stlar, video joyida tugatishga majburmiz. Xayr.